Mening ismim Ozoda. Shu yilgina 19ga kirgan, oz oilasi, orzulari, kelajagi haqida o'ylab yashaydigan oddiy qizning biri edim. Bizning mahallada bir qator pastak uylar bor edi, ularning orasida esa eng diqqatni tortgani qo'shnimiz Jasur akaning uyi. U kishi 27-28 yoshlarlarda, beli barqday to'g'ri, har doim oqqat bo'lib yuradigan, gapirganda qulog'ingni rom qiladigan erkaklardan edi. Mahallada hammadan hurmat qozongan. Men esa uni faqat qo'shni sifatida bilardim. Har kun chiqib kirib yurardi, salom, Ozoda, omad, xating keldi kabi qisqa gaplar bilan otishar edik. Lekin bir kun kelib uning qarashlari butunlay boshqacha tus olayotganini his qila boshladim. O'sha kunni hech qachon unutolmayman. Onajonim bir kuni, Ozoda, ertaga uyni yaxshi tozalab qo'yish kerak. Qo'shni Jasur kelib eshik oldidagi shkafni ham tuzatib beradi, dedilar. Men, Jasur akam. Xo'p, dedim, ammo yuragimning nimagadir bir burchagi titrab ketdi. Ertasi kuni quyosh iliq nuri bilan xonaga tushib turgan paytda eshik taqilladi. Ochsam, Jasur aka. Uning ozi ham doimdagidan ham kelishgan, quyosh nurlari yuziga tushganda yuzlarida go'yo bir mayin jilva paydo bo'lardi. Assalomu alaykum, Ozoda. Onajoning aytgan edilar, bir-ikkita ishlari bor ekan, dedilar. Va alaykum salom, kiring, dedim hovliqib. U xonaga kirdi, men esa uning ortidan qandaydir hayajon bilan qarab qoldim. U shkafni ko'tarib, bir narsalarni qotirib, olchab, burovlab yurardi. U ishlayotganda qo'llari mushtakday, ovozi chiqing-ching qilib eshitilar, men esa o'sha ovozlardan o'zimni nima qilayotganimni bilmasdim. Bir payt u menga qarab, Ozoda, bu tomonni ushlab tursang bo'ladimi? dedi. Qo'limni uzatdim. U esa shkafni tutayotgan qo'limdan ustidan engilgina ushlab olib, mana shu joyi siljib ketmasin, dedi. Lekin u ushlaganida qo'li mening qo'limni biroz uzoqroq ushlab turdi. Oddiy, qisqa harakat emas, go'yo bir ehtiyot bilan, bir narsani his qilgandek, bir narsani aytmoqchi bo'lgandek. Yuragim duvillab ketdi. U esa nima qilganini his qilgandek qo'lini sekin qo'yib yubordi. Bir lahza o'tmasdan yana bir marta menga qarab qo'ydi. Bu galgi qarash butunlay boshqacha edi. Iliq, qizdiruvchi, biroz himoya qilgudek, biroz esa yashirib bo'lmaydigan qiziqish bilan. Ozoda, sen katta bo'libsan, dedi u past ovozda. Men ikkilanish bilan ha dedim, ammo yuzim qizarib ketganini his qildim. Jasur aka jilmaydi, kechagidek bola emassan. Gapirishing, yurishing hammasi o'zgargan. Bu gap yuragimni yanada titratdi. Nimadir ichimdan harakatlandi. Bu qo'rquv ham emas, quvonch ham emas, boshqacha tuyg'u. Shu payt u yana shkafga egildi. Men esa uning atir hidiga qo'shilib ketgan issiqligidan o'zimni yo'qotay deb turardim. Bir muddat o'tib u yana menga qarab qo'ydi. Bu gal uzoq. Juda uzoq. Go'yo men senga befarq emasman degan ma'noda. Shu kundan keyin hammasi o'zgara boshladi. Jasur aka har kuni eshik oldimdan o'tganda to'xtab turdi. Salomlarimiz uzaya boshladi. Ba'zan gapimiz ham bitmasdi. Men uning har kuni meni izlab o'sha tomonga qarab o'tayotganini sezardim. U yonimda bo'lganda o'zimni boshqacha his qilardim. Har safar u qo'limni tasodifan tegizib yuborsa, yuragim befosila urardi. Uning qarashlari odamni o'ziga tortadigan, qalbni titratadigan qarashlar edi. Bir kuni u yana uyga keldi. Onam do'konga chiqib ketgan, uyda faqat men. Jasur aka eshikdan kiriboq to'xtab qoldi. Ozoda, uyda o'zingmisan? Ha, onajonim do'konga chiqib ketganlar. U bir qadam yaqinlashdi. Yuragim duv-duv urardi. Kechir, o'sha kun sening qo'lingni ushlab qo'yganimni o'ylab qoldim. Xato bo'lmadimmi? dedi u juda past, juda yumshoq ovozda. Men unga qarashga ham uyalib, yo'q, dedim past, titroq ovozda. U yana bir qadam yaqinlashdi. Menga juda yaqin. Ozoda, senga boshqacha qarab qo'yapman, bilmay qolibman. Shuni yoqtirmaysanmi? Bu savol yuragimni yerga urib tushirganidek bo'ldi. Men bir soniya o'ylab turdim, lekin bu gal yuragim aqlimdan kuchliroq edi. Yo'q, yoqtirmayman demayman. Jasur akaning ko'zlari yalt etib ketdi.
Uning yuzida avval hech ko'rmagan iliqlik, samimiylik, shohlik, quvonch aralash tuyg'u paydo bo'ldi. Birinchi marta shu kun u qo'limni qattiq ushlab oldi. Bu gal tasodifan emas. Hissiyot bilan, ixlos bilan, yuragidan kelgan holda. Ozoda, sen menga juda yoqib qolding, dedi u. Men javob bera olmadim. Lekin qo'limni qimirlatmadim ham. Uning qo'lida qoldi. Shu bilan hammasi boshlandi. Uning qo'li mening qo'limni ushlab turgan payt xonadagi sukunat go'yo quloqlarimga bosilib kelayotgandek bo'ldi. Yuragimning ovozi esa juda baland eshitilardi. Jasur aka qo'limni sekin qo'yib yubormadi, aksincha, qo'limni kaftiga to'laroq olib, menga bir qadam yaqinlashdi. Men ko'zlarimni pastga qaratgancha jim turgandim. U esa past ovozda, Ozoda, qo'rqma mendan. Men sendan hech qachon yomon narsa o'ylamayman, dedi. Bu gaplar ichimdagi butun tortinishni, butun noqulaylikni asta-sekin eritib yuborgandek bo'ldi. O'zimga bilintirmay sekin boshimni ko'tardim va uning ko'zlariga qaradim. U ko'zlar chuqur, issiq, biror odamga qaraganda ham uzunroq qaraydigan, lekin odamni qo'rqitmaydigan qarash edi. Uning nigohi go'yo meni o'qiyotgandek edi. U yonimda turganda hamma narsa boshqacha tuyular, xonadagi havo boshqacha yengil, lekin issiq bo'lardi. Shu payt u qo'limni qo'yib yubordi, lekin darrov yoqamni tutib, to'g'rilayotgandek qilib yaqinroq keldi. Nafasi yuzimga tegdi. Sen endi bolakay emassan, Ozoda. Men seni har ko'rganimda shuni ko'ryapman, dedi u. Uning ovozidagi mayinlik meni butunlay o'rab oldi. Men juda past ovozda, nega menga shunaqa qarayapsiz, dedim. Jasur aka biroz jilmaydi, qo'llarini yon tomoniga tushirdi, lekin ko'zlarini chetga olib qochmadi. Chunki men seni ko'rganda yuragim jim turmayapti. O'zimni tiya olmayapman. Bu bor yo'gi rost gapim, dedi u. Bu gaplar yuragimni bir lahza to'xtatib, keyin yana kuchli bo'lib urdirib yuborgandek bo'ldi. Men jim qoldim, chunki nima deyishni bilmasdim. U esa mening sukutimni noto'g'ri tushunmasdan, aksincha, kerakli javob deb qabul qilgandek ko'rindi. U menga yaqinroq turdi, qo'li bilan yuzimdagi bir tolani sekin olib tashlagandek qildi. O'zing sezmayapsan, lekin sen juda chiroylisan, dedi u. Men yuzimni chetga burdim, ammo u yana mayin ovozda, nega uyalasan? Mendan, dedi. Men asta, siz kattasiz, dedim. U kulimsiradi, katta bo'lsam nima bo'pti? Yillar farqi odamni yomon qilmaydi. Muhimi, yurakda nima borligida, dedi. Uning bu so'zlari menga juda ta'sir qildi. Chunki men ham unga boshqacha qaray boshlaganimni tan olgim kelmasdi. Balki bunga o'zimni hali tayyor his qilmagandirman. Lekin ichimdagi qandaydir bir hissiyot menga, senga yoqyapti, deb pichirlardi. Jasur aka esa buni allaqachon sezgan edi. Shu payt eshikning ochilish ovozi eshitilgandek bo'ldi va biz ikkovimiz ham birdaniga cho'ch tushdik. U tezda 2 qadam orqaga chekindi, men esa o'zimni o'nglab devor tomonga otib oldim. Eshik ochilmadi, lekin balki qo'shnining eshigi bo'lgandir. Jasur aka menga qaradi, havo ozgina o'zgarsa kerak, yuragimizni ham tekshirvordi, deb hazillashdi. Men kulishga harakat qildim, lekin ovozim chiqmay, faqat jilmayib qo'ydim. U o'zining asboblarini yigdi, lekin chiqib ketishdan oldin eshik oldida bir zum to'xtadi, menga qaradi. Ko'zlarida nimadir bor edi, bir qarashda aytib bo'lmaydigan, ammo seziladigan. Bugun aytganlarimni unutma. Men rost gapirdim, dedi. Men asta bosh qimirlatdim. U sekin chiqib ketdi. Eshik yopilganda esa yuragim tagin bir karra otilib ketdi. Men deraza oldiga borib uni kuzatdim. U bir necha qadam uzoqlashib, birdaniga orqasiga qayrilib qaradi. Ko'zlarimiz yana uchrashdi. U jilmaydi. Men esa oynadan sekin chetga qochdim, bilmadim, uyalganimdanmi yoki sevinch aralash qo'rquvdandir. Ammo shu kundan boshlab hayotim butunlay boshqacha yo'lga kirib bordi. Jasur aka meni har kuni ko'chada kutib o'tar, menga yaqinroq gapirar, ba'zida ataylab yonimdan asta yurib o'tar edi. Har gal to'qnashganimizda yuragim go'yo o'z yo'lini yo'qotib qo'yardi. Bir kuni kechqurun u meni uyimizning oldida to'xtatdi. Ozoda, bir daqiqa gaplashsak bo'ladimi? dedi.
Men hayajon bilan, bo'ladi, dedim. U yonimga yaqinlab bir lahza jim turdi. So'ng ohista, men seni juda sog'indim, hatto bir kun ko'rmay qo'ysam ham yetmayapti, dedi. Men hayron bo'ldim. Axir biz har kuni ko'ramiz-ku. U boshini chayqab, sen bilmaysan, lekin men seni ko'rishni kutib yashayapman, dedi. Bu so'zlar meni butunlay mahv qildi. Xursand qildi. Hayajonlantirdi. Butunlay boshqacha olamga tortib ketdi. U qo'limni yana ushladi. Bu gal men ham uni qaytarib qo'ymadim. Shu tun hammasi boshqacha bo'lib bordi.